o'rtoqlar, Fukokdagi Wyndham Gardenni ujinini ko'rsataman sizlarga, kuzatib boringlar. Qanaqa ovqatlar borligini ko'rsataman. Hopa. Ketdi. Bu yoqda kirishimiz bilan soklar kutib oladi. Tak, birinchisi qulupni, ananas, apelsin, suv va lёd. Muz. Bu yoq tomonda aralash taomlar, kurica na grili ekan mana. Kurica na grili. Так, keyingisi sup из цветной капусты. Так, bunisi riba na пару. Так, bunisi nima ekan? Тушеные ребрышки с красным яблоком. Bu yog'i plov. Mana ajoyib chiroyli plov. Keyingisi italyanskiy sup из морепродукты. Bu yoqda spetsiyalari, tam limon, anaqa suxarik, non, toster. Так, bu yoqda ketchuplar, bu yoqda to'q tipa KFC varianti, kartoshka free, жареные mandu ekan. Bu yoqda oddiy guruch, bu yoqda varyonniy овощи, bu yoqda nonlar, tak, bu yoqda shirinliklar. Mana bu juda ham zo'r shirinliklari. Gap bo'lishi mumkin emas. Wyndham shirinliklariga. Bu yoqda mana tak, saryolar. Mana ikkinchisi ham masla s travami, mana siri bor. Keyin bu yoqda mana cho'chqa go'shti ham bor. Uni nima ko'rdingiz? Bu yoqda mana tak, olivka, karom, mevalar. Mana o'rtadagi meva fruktovый прилавокmi? Общий yozgan ekan. Tak, bu yoqda yana spetsiyalar, salatlar, yana bitta salatlar. Endi bu yoq tomoniga o'tadigan bo'lsak, bu yoq tomonda mana bitta to'g'rida anaqa Pepsi, Mirinda, 7up, ya'ni ichimliklar qo'yib qo'yilgan. So'rasanglar luboyini quyib berishadi. Alkogoli ham bor ekan. Bu yoqda mana kirishinglar bilan halol food kutib oladi bizani. Hozir hech kim yo'q, mana birinchilardan kirdim. Halol food deb yozib qo'yishgan. Bu yoqda mana italyanskiy pastalar boshlanadi. Har xil makaronlar. Hello, mana anaqalarni sveji pishiryaptilar. Spagetti yana. Spagetti pishiryaptilar. Tak, bu yoqda yana spetsiyalar har xil, mana shunaqa o'zini chesnok nimadir mahsulotlari. Bu yoqda opam mana Vyetnamskiy ovqatlar mana nima bu? Yashni lapshasi utko ekan. Yashni lapshasi kuritsi. Mana shunaqa Vyetnamning o'zini taomlari-da, bularni bilmadim, men yo'qmasam kerak. Endi bu yoqqa o'tamiz. Bu yoq tomonida морепродуктlar ekan. Жареные устрицы. Так, осьминог. Subhanalloh. Mana qaranglar, ajoyibligini. Так, krevetka. Bu yoqda midye na пару. Nimaligini ham bilmadim. Bu yoqda mana shuni spetsiyalari qo'shib nimadirlar yeyiladigan narsalar. Bu yoqda mana akkuratni pitsalar. Pide bor ekan, mana pide, lahmajun. Bu yoqda yana o'sha nimadir boyiga, bu nima jarniy mandu edi, kartoshka free, tovuq. Mana bu yerda mana subhanalloh, mana baliq qaranglar, mana shundan hozir yeb ko'rsak kerak. Yo'q, juda zo'r ekan, hidi ham juda zo'r kelib turibdi. Mana bu tak, vyetnamskiy хрустящий blinchki ekan, blini. Bu yoqda yana spetsiyalari joyib. Bu yoqda salatlar mana. Так, salat с морепродукты, krevetki ekan. Bu yerda yana salat из banana va nimadir? Kartofilni salat. Bu yoqda yana pomidor, bodring, lo'ligi, bolgarskiy salat bargi. Bu yoqda spetsiyalar. Tak, bu yoqda mana yana salat Navruz ekan. Ajoyib. Bu mimoza. Bu yoqda Middle Eastern. Ближневосточный salat с nutом. Ajoyib. Endi bu yoq tomonga o'tamiz. Bu yoq tomonida tak, na пару ris ekan, oddiy guruch, mana bitta овощи. Так, bu yoqda ham yana mana shunaqa овощи. Bu yoqda запечённый penne с сыром ekan. Mana shuni ko'rish kerak. Tak, bu yoq tomonda sushi. Sushilar, mana har xil sushilar bor ekan. Sushi is all free. Excuse me, all free. All halal.
Ol halol. Ha, halol, free bormi? Tekinmi deb so'rash, halolmi deb so'ramoqchi edim. Tak, bu yoqda nima ekan? Sashimi. Bunaqa narsani men hech qayerda ko'rmagan edim. Sashimi, lotlarning ustida narsalar turibdi. Qoyil. Bu yoq tomonida mana bitta marojniy bor. Marojniy olsa bo'ladi va buni aylanasida ostrov deyiladimi-da? Tak, bu yoqda riba grill. Opa, ajoyib narsalar-ku, marakuya. Riba grill sousum iz marakuya, qoyil. Bu yoqda moре продукт на гриле. Ajoyib. Bu yoqda kuritsa. Bu yoqda chishchek iz говядины. Qoyil, ajoyib ovqatlar bor ekan. Ragu. Lazanya al ragu. Bu yoqda boyagi ochmay qo'ya qoldim. Bu yoq tomonida har xil spetsiyalar, choy, kofe. Endi bu yoqlarni ko'rdik. Mamutda ham yana bitta joyi bor. Bu yoqdan boshlay qolamiz. Mamutda mana bolajonlar uchun отдельный joy bor. Bolajonlar uchun. Tak, bu nima ekan bu? Nimadir deb, рисовая каша с говядиной, суп из цветной капусты. Так, жареный рис, guruch. Tak, makaron ochmadim buni. Boyagi 3 ta naryodagi bir xil ekan. Popkorn, mevalar va bolajonlar uchun mana shunaqa chiroyli o'tiradigan zona. Bu yoq tomonda o'sha zal. Va mana bu yerda yana mana bu narsalar ham bor edi. Marakuya mana qaranglar, svejiy turishini qaranglar, buni chiroyliligini. Mana bu yerda mana o'zimizning tarvuz, mango, drakon, qovun. Mana shuni bilmadim nimaliligini. Bu yoqda yana sariyoli, non, jem, nonli, toster va mana bu yerda mana shirinliklar. Torti ham bor. Bunaqa har xil shirinliklar. Mana shirinlik ham juda zo'r mazasi. Mana bu ham zo'r. Bu ham zo'r. Hamma shirinliklar zo'r. Kuzatishda davom etinglar. Yana qiziqarli joylarni ko'rsatamiz.